Qoldirasizmi? Qoldiraman. Ayting. 97lik 97lik 312 312 14 15. Mana aka telefon qilaverasizlar aka. Har xil echki, sarka hammasini topib beraveradilar mana aka. Ko'rasizlar, savdo qilib olib ketaverasizlar. Bozor qanday, qimmatmi? bo'ladi. Normal, tushgan ham bozor. Yo'q, tushgan. Tushgan bozor deyaptilar aka. Ko'raverasizlar. 2 million 100 ming so'mdan olibdilar mana aka. Ayting nomerda aka. Uyga echki bor aka, qo'ying. Echki? Ha, echki so'raganlar uchun bitta nomer qoldiring. Sotilmaymi echkilar? Azizbek Mo'minov. Aka dehqonchilikmi? Uyga ham bormi? Nomer qoldirasizmi aka? Assalomu alaykum. Tohir Odilov kanalining aziz va qadrdon obunachilari va chorva shinavandalari. Mana bugun 2025-yilning 25-aprel sanasi bilan Qamashi Pionerka mol bozori narxlarini tanishtirgan keldi akajonlar. Akajonlar, kanalimizga yangi kuzatayotganlar bo'lsa, ekranimizdagi o'ng tomondagi obuna, podpiska tugmasini bosib qo'yib, videomiz tarqalishi uchun bitta like tugmasini bosib qo'ysangizlar, shuni o'zi yetadi akajonlar. Biz narxlarni so'rab, surishtirib aytib o'tib ketaveramiz. Ro'z men bozorga kirib kelyapti. Videomizga xato va kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Hozir sizlarga hamma ma'lumotlarni berib aytib o'tib ketaveramiz akajonlar. Bizlarni u videomizni o'tkazmasdan tomosha qilaversangizlar, hamma ma'lumotlarga ega bo'laverasizlar. Tayyor bo'lsangizlar, biz videoni boshladik. Narxlarni so'raylikchi, bir hafta ko'tarilganmi, tushganmi, hammasini so'rab aytib o'tib ketaveramiz. Qo'ldan kelgancha ma'lumot berib ketaveramiz. Bizlarni kuzatishni davom etaveringizlar. Bo'lmasa biz narxlarni tanishtirishni boshladik. Mana akajonlar, bozorga kirib kelyapti o'zi. Narxlarni so'rashni boshladik. So'raveramiz narxlarni bir boshidan. Hamma ma'lumotlarni berib o'tib ketaveramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, to'g'risiz? Bug'in nech pul deyapsiz bularni? 2,5. Bozor nech pul so'rayapti? 23 dan so'rayaptimi? 2,300 mingdan so'rabdi men bozor. O'zlari 2,5 million deyapti ekanlar mana aka. Ko'rasizlar. Urg'ochimi erkakmi bular? Erkak. Hammasi erkakmi? Hammasi erkak ekan mana aka. Hammasi erkak, yosh qo'zchalar ekan mana akajonlar. Aka oxirgi narx nech puldi? Nech pul bo'lsa beraverasiz. Bozorga qarabmi? Bozorga qarab savdo qilaman deyaptilar akajonlar. Ko'rasizlar, chiroyli qo'zchalar ekan. Necha oylik qo'zchalar aka bular? 6 oy bo'ldi. 5 oy 6 oylik qo'zchalar ekan mana akajonlar, kelib savdo qilaverasizlar. Aka dehqonchilikmi bu? Uyga yo'qmi? Uyga yo'q ekan, mana dehqonchilik ekan mana akajonlar. Mayli aka, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, zo'rmisiz? Aka nech pul deyapsiz bularni? Aka nech pul deyapsiz? Tohir Odilovman, nima? Ha, Tohir Odilov. Ha, zo'rmisiz? Yaxshimisiz aka, zo'rmisiz? Ardim. Ko'raman, kech kelasiz bozorga. Ya biz ertachi ketgan bo'lamiz. Ertachi mana uka salom aytyapti. Nech pul deyapsiz aka bularni? Bular bitta egiz bolali mana. Egiz bolali bular. Bozor 5 million 300 ming so'rayapti. 5 million 300 ming so'rayapti. Urg'och ekan bolasi. Ikkalasining ham bolasi urg'och, ha? Ha, enasini 4-bolasi. 4-bolasi onasi. Ha, onasining 4-bolasi ekan. Mana ko'raverasizlar akajon. Aka ikkita erkak qo'zini 5,5 million so'rayapti. Mana ikkita erkakni 5,5 million. Ikkita erkakni 5,5 million so'rayapti ekan mana akajonlar. Mana ko'raverasizlar. Aka uyga ham bormi? Ha, uyda. Nomer qoldirasizmi aka? Nomer qoldiribman. Kerak emas, ha? Nomer kerak emas aka menga. Sotaman, ketaman deyaptilar mana akajonlar. Ko'rib savollarni qilib olib ketaverasizlar. Salomda. Salom hammaga. Ha, salom hammaga deyaptilar menga. Ko'rib savdo qilib olaverasizlar. Mayli akajon, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, zo'rmisiz? Aka nech pul deyapsiz bularni? Bularni 3,5, 3,5, bu ikkalasi 2,5, ha? Bu ikkalasi 3,5 meniki. Ko'raverasizlar. Qo'zchalarmi aka? Necha oylik qo'zchalardi? 4 oylik 5 oylik qo'zchalar ekan mana akajonlar. Erkakmi urg'ochimi aka? Hammasi erkakmi? Hammasi erkak ekan mana. Erkak qo'zchalar ekan mana akajonlar, ko'rib savdo qilaverasizlar. Aka dehqonchilikmi? Uyga ham bormi? Nomer qoldirasizmi aka? Ayting nomer. Kerak emasmi yo?
Nomer kerak emas deyaptilar mana akajonlar. Akam bozordan topib savdo qilaverasizlar mana aka. Oxirgi narx nech pulda aka? Oxiri ikkovini 5 million 800 bo'lsa beradi. 5 million 800 bo'lsa beraverasiz mana. Ikkalasini 5 million 800 ming. Bu ikkalasichi 4 million bo'lsa beraverasiz. 4 million so'm 5 million 800 ming so'm mana akajonlar. Ikkalasini kelib savdodan qilib olib ketaverasizlar mana aka. Mayli akajon sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz akajon? Yo'qmisiz? Aka nech pul deyapsiz bularni? 5,5 dan ona bola qo'yadi. 5,5 ona bolami? Bu bolalarmi hammasi? Men hammasi bolalar ekan. Tohir Odilov aka. Tohir Odilov? Ha. Bozor nech pul so'rayapti aka? Bozor 4,5. 4,5 so'rayapti. Ha, bozor 4,5 million so'rayapti ekan. Onasi nechinchi tug'ishida? 3-baraq. 3-tug'ishimi? 3-tug'ish ekan onasini. Kelasizlar ko'raverasizlar. Bolalar qo'zchami? Necha oylik qo'zchaladi bular? Nima olganmiz aka, oyini bilmayapti. Bilmaysizmi oyini? Oyini bilmay ekanlar mana aka. Kelasizlar savdo qilaverasizlar. Uyga ham bormi aka? Bor. Nomer qoldirasizmi? Nomer qoldiramiz. Ayting nomerni aka. Uyga echki bor aka, qo'y yo'q. Echki? Ha, echki so'raganlar uchun bitta nomer qoldiring. Sotilmaymi echkilar? Yo'q, mollik aka. Ha, sotilmaydi deyaptilar. Nomer qoldirmayman deyaptilar. Shu bozordan so'ra olaverasizlar. Mana ko'rasizlar, savdo qilaverasizlar. Mayli akajon, sog' bo'ling. So'rab ketaveramiz. Men bilan so'raylik-chi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Aka sizdanmi? Bu akadanmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Sizdan bular? Nech puldan deyapsiz aka bular? Ular 2,5 million. 2,5 milliondan bozor nech pul so'rayapti? Bozor 23 pul dedi. Bozor 23 dan so'rayapti. Bozor 23 dan so'rayapti ekan mana 2,5 million. 2,5 dedingiz-a? 2,5 dan so'rayapti. Bozor 2, o'zlari 2,5 million deyapti ekan, bozor 2 million 300 mingdan so'rayapti. Ko'rasizlar, savdo qilib olaverasizlar. Aka bular qo'zchalarmi hali? Qo'zali. Hali qo'zchalar. Necha oylik qo'zchalar? 4,5 oy. 4,5 oylik qo'zchalar ekan. Urg'ochi erkak aralash. Va 4 ta urg'ochisi bor, bari qo'chqor qolgan. 4 ta urg'ochisi bor, hammasi qo'chqor qolgani mana aka. 4 ta urg'ochisi bor ekan, qolgani qo'chqor ekan mana akajonlar. Aka ketib bormi? Telefon raqamini ayting. 97lik 97lik 954 954 0478. 0478. Mana aka telefon qilaverasiz, aka sifatli har xil qo'chqorchalarni topib beraveradilar mana aka. Ko'rasizlar, savdo qilib olaverasizlar. Telefon qilsangizlar har xilini topib beradilar. Aka dastavkasi qanday bo'ladi? Olib borib beramiz. Olib borib berish o'zingizdan, ha? Olib borib berish o'zlaridan ekan. Mana ko'rasizlar, hammasi sifatli, chiroyli qo'chqorchalar ekan akajonlar. Kelib savdo qilib, telefon qilib olaverasizlar. Mayli akajon, sog' bo'ling. So'raylik-chi bularni. Ha? Assalomu alaykum. Aka sizdan bular? Ha, sotildi. Sotildimi? Olindi. Nech pul oldingiz bularni? 21 dan. 21 dan 2 million 100 ming. 2 million 100 mingni olibdilar mana aka. Ko'raverasiz. Bakkansi yig'ladi. Hammasi oldingizmi? Hammasini 2 million 100 ming so'mdan olibdilar mana aka. Ko'raverasiz. Aka bozor qanday, qimmatmi? Bo'ladi. Normal, tushgan ham bozor. Yo'q, tushgan. Tushgan bozor deyaptilar aka. Ko'raverasizlar, 2 million 100 ming so'mdan olibdilar mana aka. Chiroyli qo'chqorchalar ekan. Hammasini olibdilar mana. Boshidan oxirigacha mana. Savdo bo'lgan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, zo'rmisiz? Aka sizdan bular? Nech pul deyapsiz aka bular? Ular 2,5 dan kam bo'ldi. 2,5 kam bu. Kam nech pul aka? Kelishtirib beramiz. Bozor nech pul so'rayapti o'zi? 22, 22 ham. 22,5 so'rayapti. Bozor mana 22,5 so'rayapti ekan mana aka. Aka bu qo'zchalar erkak urg'och aralashmi? Bari qo'chqor. Bari qo'chqor. Hammasi qo'chqor ekan mana akajonlar mana. Ko'raverasiz mana. Aka uyga ham bormi? Dem bor. Nomer qoldirasizmi? Kerak emasmi nomer? Ha, nomer kerak emas deyaptilar akajonlar mana aka. Bozordan topasizlar aka, mana kelib savdo qilib olib ketaverasizlar. Mayli akajon, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, zo'rmisiz? Aka nech pul deyapsiz bularni? 5 milliondan. 4 million. 5 million 4 million farqi. Kami nech pulda?
keladi aka. Bozorga qarabmi? Endi bozorga qarab aka. Bozorga qarab kelishamiz deyaptilar. Javob beraveramiz aka. Aka nomer qoldiring aka. 97lik 97lik 671 671 1997. 1997 mana aka. 29 aloqa bo'ladi. 24 ga 7 maniga aloqa bo'ladi. Telefon qilaverasiz mana. Bir joyga 3,5 dan so'rayapman aka. Bir joyga 3,5 to'layam so'rayapti. Bir joyga 3,5 dan addini bittan to'rayapmiz. O'sha qo'zini. Addini bittan to'layam so'rayapti. O'zim bir chiqaringlar. To'raylik aka jo'la qaysi to'rayapti? Qo'zlarni qarang aka, dummachalarni qarang. Dummachalar sifatli qo'zchalar mana aka. Aka qarang, bir shek chiqarib qo'y aka bu qo'zi. Zo'r sifatli, tabiiy boqilgan. 90 sm aka bu yer. 90 sm. Arashan qo'zi. Arashan qo'zi aka bu. Ha aka. Bu yoqlar klient. Gapirmayman deyaptilar. 13 klient akalar. Oluvchi klientlar ham akam o'zlari. 90 sm ha. Zo'r qo'chqor sifatli qo'chqor. Telefon qilaverasizlar aka, savdan qilib olib ketaverasizlar. Dastavkasi qanday bo'ladi aka? Dastavka bor aka. Dastavka ham bor. Dastavka emas, o'zimiz. Dastavka ham bor ekan, O'zbekiston bo'yicha mana aka. Telefon qilib savdan qilib olib ketaverasizlar mana aka. Mayli akajon, sog' bo'ling. Yaxshimisiz aka? Aka nech pul deyapsiz bularni? 3 dan deyapsiz. 3 milliondan deyapsiz? Bozor nech pul so'rayapti? 2650. 2600 ming so'rayapti, ha? 2650 dan. 2650 ming so'rayapti ekan mana bozor. Mana aka ko'rasizlar, savdo qilasizlar. Aka nomer qoldirasizmi? Yozing. Ayting. 93lik 93lik 829 nechi? 829 829 81 81 87. 87 mana aka telefon qilaverasizlar, aka sifatli har xil ko'zlarni topib beraveradilar mana aka. Telefon qilaverasiz. Men vaqtga bittasi video olyapti mana aka. Savdan qilib olib ketaverasizlar. Sizlar ma'qul kelsa, dastavkasi qanday bo'ladi aka? Dastavkasi O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab mana aka dastavkasi bor ekan. Mayli akajon, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Nech pul deyapsiz aka bularni? Mayli ben qo'zlar. Aka nech pul deyapsiz bularni? Bularni aka 2,5 million. 2,5 milliondan bozor nech pul so'rayapti? Bozor aka 22,5 million. 22 dan mana 2,200 mingdan so'rayapti mana bozor. Ko'raverasizlar mana akajonlar. Sifatli chiroyli qo'shchalar mana akajonlar. Aka buni izi bormi? Bor aka. Nomer qoldirasizmi? Oladigan odam kerak. Oladigan odam kerak, ha? Nomer qoldiring aka, telefon qilishadi. 50lik 510 8500. 50 510 8500. 8500. Men aka telefon qilaverasizlar, aka har xil sifatli chiroylidan topib beraveradilar mana aka. Ko'rasizlar, savdo qilib olaverasizlar. Aka dastavkasi qanday bo'ladi? Dastavkasi aka olgan molga qarab Kelishasiz, ha? Dastavkani ham kelishamiz deyaptilar. Mana kelasizlar, telefon qilaverasizlar. Hammasini kelishib chiroyli narxga qilib beradilar mana aka. Kelib savdo qilib telefon qilib olaverasizlar mana akajonlar. Ko'rasizlar. Bular hali yosh qo'zchalar bo'lsa kerak, ha? Ha, 2,5 oylik qo'z. 2,5 oylik qo'zchalar ekan mana. Erkak urg'och aralash. 3 dona qo'yi bor. 3 dona urg'och bor ekan mana. Qolgan hammasi qo'chqor ekan. Akajonlar ko'rasiz, sifatli chiroyli qo'zchalar. Ko'r savdo qilib olaverasizlar mana aka. Mayli akajon, sog' bo'ling. Qandaysizlar? Ko'rmisiz? Nech pul deyapsiz bularni? Sizniki emasmi? Kimniki edi bular? Bilmaysizlar. Videoga tushiraymi? Kerak emas, ha? Bular egasi yo'q ekan, akajonlar. Egaliklardan so'raylik-chi mana aka. O'xshab qo'yinglar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Va alaykum assalom, qanday? Aka nech pul deyapsiz bularni? Va 3,5 million. 3,5 dan deyapsiz. Bozor nech pul so'rayapti? Ha, bo'ylab bular 3 million so'rayapti. Bularni 3 milliondan so'rayapti. 3 milliondan so'rayapti ekan mana bozor. O'zingizdan chiqaryapti. Ya, men chiqaryapman, mana qo'shadi. Mana akalar ko'rasizlar. Bu bolachasimi? 5 million 200 ming so'rayapti. 5 million 200 ming so'rayapti. Qo'chqor bolasi. To'g'ri kelmayapti bu narxga. Yo'q, bunga to'g'ri kelmayapti. Nech pul qo'ysa beraverasiz aka? Mana 5,5 millionga sotaman. 5,5 bo'lsa beraverasiz. 5,5 millionga beraveraman deyaptilar. Qo'chqorcha ekan bolachasi. Ko'rasizlar, savdo qilib olib ketaverasizlar. Aka izi bormi buni? Yo'q. Izi yo'qmi? Mana aka. Izi yo'q ekan mana. Telefon qilib savdo qilib olaverasizlar. Bozordan topasizlar ekan mana aka. Mayli akajon, sog' bo'ling. Azizbek Mo'minov. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, zo'rmisiz? Bular sizdanmi aka? Bilmadim aka bular. Bular egasi. Egasi kim ekan? Men bilan so'raylik egasi. Assalomu alaykum.
Aka egasizmi siz? Nech pul deyapsiz aka bularni? 4 milliondan deyapsizmi? Bozor nech pul so'rayapti? 32 dan 3 million 200 ming so'rayapti ekan mana bozor akalar. Hammasi qo'chqormi aka bular? Hammasi qo'chqor ekan mana akajonlar ko'rasizlar. 54 dan bu. 54 ta qo'chqor bor ekan mana akajonlar. Uyga bormi aka? Uyga ham bormi? Bor. Nomer qoldirasizmi? Qoldiraman. Ayting nomerni. 88lik 88lik 486 486 0685. 0685. Mana aka telefon qilaverasizlar, uydan ham har xildan topib beraman deyaptilar. Dastavkasi qanday bo'ladi aka? Dastavka ham qilib beriladi. Dastavka ham ichi ekan mana akajonlar, faqat telefon qilib savdo qilib olib ketaverasizlar akajonlar. Aytgan joyingizga yetkazib beradilar mana ko'rasizlar. Uyga ham bor deyaptilar. Sifatli qo'chqorchilar ekan mana akajonlar. Savdo qilib olib ketish kerak faqat. Ko'rasizlar, sizlar ma'qul kelib savdo qilib olib ketaverasizlar akajonlar. Mayli aka, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, zo'rmisiz? Zo'r. Aka nech pul deyapsiz bularni? Bular har xil. Qo'zilar 2,5 million deyapmiz. Qo'zilar 2,5. Qo'ylar 3 million. Qo'ylar 3 milliondan, ha? 2,5 million, 3 milliondan deyapti ekanlar. Bozor nech pul so'rayapti aka? Qo'zilarni 4 million qildi. Qo'ylarni 2 million 600 dan. 4 million 200 600 dan. 2 million 600 dan mana akajonlar. Bular nechinchi tug'ish edi? Bu birinchi tush. Birinchi tug'ishimi? Bular 3-chi tush. Bunisi 3-chi, 4-chi tug'ish ekan mana akajonlar. Aka dehqonchilikmi? Dehqonchilik. Uyga bormi? Degan Pablura olaman desasiz. Nomer qoldiring aka. Nomermi? Ha. Azizam. Nomerni ayting. 77lik 77lik 111 111 29 80. 29 80. Aka telefon qilaverasizlar, aka har xildan topib beraveradilar mana akajonlar. Telefon qilib olib ketaverish kerak mana aka. Ko'rasizlar, sizlar ma'qul kelsa telefon qilasizlar, har xildan topib beraveradilar. Uyga ham bor deyaptilar. Mayli akajon, sog' bo'ling. Akajonlar, echkilarning ham narxlarini so'rab o'tib ketaylik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Nech pul deyapsiz aka bularni? 1,5. 1,5 dan deyapsiz. Bozor nech pul so'rayapti? 1,5. 1,5 dan sotasiz. Bozor nech pul so'rayapti o'zi? 14,5. 14 aka. Biz 8dan deyapman. 15 dan biz sotib ketdik ha. 15 dan sot egasizmi siz? Yo'q, egasim. Qani o'tiribdi egalar mana aka. 15 dan bo'lsa berib yuboraman deysizmi? 1 million 500 ming so'mdan berib yuboraman deyaptilar. Buni 1 million bo'lsa berib yuborasiz. Buni 1 million bo'lsa berib yuboraman deyaptilar mana aka. Ko'rasizlar, savdo qilib olib ketaverasizlar aka bular. Nima deysiz? Shular uchun. Endi aka. Asistam. Assalomu alaykum. Nech pul deyapsiz aka bularni? Bularni 2 million. 2 milliondan deyapti ekanlar mana aka. Bozor nech pul so'radi aka? Bozor 1 million 600, 1,5. 1 million 600 ming so'rabdi aka bozor. 1 million 600, 1,5 million so'rayapti ekan. Bular tuqqanmi hammasi? 4 ta bo'g'oz. 4 ta bo'g'ozmi? balari. Bular 3 ta balari, ha? Menga 4 ta bo'g'oz ekan, mana 3 ta balasi bor ekan mana bularni. Akajonlar kelasizlar, savdo qilib olib ketaverasizlar. Oxirgi narx nech pulda aka? Oxirgi 600 beraman. 1 million 600 dan berib yuborasiz, ha? 1 million 600 mingdan berib yuboraman deyapti. Ko'rasizlar, savdo qilib olaverasiz. Hozir 1 minut aka. Narx to'g'ri kelsa savdo qilib olaverasizlar. Mayli akajon, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Nech pul deyapsiz bularni? Ona balalarni 1,5 dan so'rayapti. Ona balalarni 1,5 dan. Qaysi birida ona bala? Ona bala kalma bala. Ona bala 1,5 dan deyapti. Ona bala, ko'p ona bala. Keyin bular ham ona bala. Sariq balasi bor. Uni yegizni 2,5 million so'rayapti, 26 so'rayapti. 2,5 million so'rayapti uni. Yegizni 2,5 million so'rayapti. ikkita balasi qani chiqindi. Ko'rsat. Bozor nech pul so'rayapti o'zi? Bozor har xilmi? Bozor yegizni 2,5 so'rayapti. Ona baladan 1,5 million so'rayapti. Ona baladan 1,5 million Ona so'rayapti. yegizni ikkita balasi. Aka, hammasini bir joyga nech pul beraverasiz? Hammasini endi 1,5 dan baland ko'tarsa beramiz. 1,5 dan baland ko'tarsa Bu beraverasiz. sarkalarni ko'rsatdi, sarkalar. Sarkalarni ko'raverasizlar. Baland servis bor. Hammasi sifatli ekan. Aka, uyga ham bormi? Uyga ham bormi? Uyga bor, 20. Nomer qoldirasizmi? Qoldiraman. Ayting. 97lik 97lik 312 312 1415. 1415. Mana aka telefon qilaverasizlar, aka har xil echki, sarka hammasini topib beraveradilar mana aka. Ko'rasizlar, savdo qilib olib ketaverasizlar aka bilan. Telefon qilsangizlar, dastavkasi qanday bo'ladi aka? Dastavkani qilib beramiz. Dastavka ham qilib berasiz. Ha, dastavka ham qilib beraman deyaptilar mana aka. Ko'rib savdo qilib olaverasizlar aka bilan. Hammasi sifatli, chiroyli echkichilik mana aka.
Mayli akajon, sog' bo'ling. Tohir Odilov. Tohir Odilov. Mana akajonlar, bugungi bozor narxlari sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, videomiz tarqalishi uchun bitta like tugmasini bosib qo'yib, kanalimizga rivoj uchun bitta obuna tugmasini bosib qo'yasizlar, shuni o'zi yetadi akajonlar.